Transseksualizm bu nima degani? Ayol karyotiv, ayol bo'lgan bemorlarimiz o'g'il bola tipdagi xulq-atvorga ega bo'lishlari. Bunaqa bemorlar o'sha endokrinologik aspektini ko'rish uchun kelishadi bizga. Odatda o'sha psixiatr va endokrinolog birga olib boradi bunaqa bemorlarni va ko'pincha surishtirgan paytimizda buni asosida tarbiyani noto'g'ri ekanligi yotadi. Ya'ni o'sha o'g'il bolalarimizga yoshligidan mashina, o'yinchoq yoki avtomatli shunga xos narsalar bilan, ya'ni o'sha vatanni himoya qilish yoki umuman o'g'il bolalarga xos bo'lgan xususiyatlarni shakllantirishimiz yoki bo'lmasa qizlarga o'sha qo'g'irchoq olib berib, yoshlikdan mana shunaqa instinktni shakllantirishimiz asosida yotadi. Chunki ko'pincha bunaqa xarakter o'sha o'g'il bolalarning ichida o'sgan qizlarimizda yoki bo'lmasa qizlarning ichida o'sgan o'g'il bolalarda o'sha teskari holatlar bo'lishi kuzatiladi. Shuning uchun bolalarga tarbiya berishda, bolalarga kiyim olib berayotganda albatta bu narsaga e'tibor berish juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki bu kasallik aniqlangandan keyin ham gormonal tarafdan ularni davolashga, ham psixiatr bilan birga bu bemorlar olib boriladi.